Hajan. Qandoq? Zo'r. Xursand bo'ldim seni ko'rib. Endi opam bilan pochcham Yevropadan kelguncha qishloqda men bilan kayf qilib yashaysan. Qani, ichkariga. Kir. Oh. Keja. Bu bizni koshona. Общежитием sizni koshonaga. Shaharlik. Qanaqa общежит? Bu meni uyim bu, hovlim. Yur ichkariga, uyimni ham ko'rsatay. Yur. Qani, ilohomiy. Qadam yetdi, balo yetmasin. Allohu akbar. Ol, shirinlikdan olgan oz choy olib kelamiz. Ha, yo, yemayman tog'a. Yemaysanmi? Yo. Tur ketdik. Ishlaymiz. Dalaga. Hayda. Nima bu endi? Ana endi haqiqiy qishloq bolasiga o'xshabsan. Kim malades. Tog'a? Ha. Sizlarda stadion katta ekan, ha? To'poy. Bu qanaqa stadion? Bu agarod bu. Mehnat qilasan bu yoqda. Yo'q, mayli, bu mayli. Hovlingiz ham juda katta ekan. O'yimga juda kambag'aldek ko'rsatasiz o'zingizni. U meni hovlim emas, u qo'shnimning hovlisi, ahmoq. Chegara yo'q-ku. Qishloq sharoitida qo'shnilar o'rtasida chegara bo'lmaydi. Hamma bir-biriga ishonib yashaydi. Qo'shnimi? Tog'ammi? Qo'shnimi? Tog'ammi? Qo'shni. Bu takasaltanga yana nima ish qildirsam ekan, bu hech baloni tushunmaykan. Tog'a. Ha? Uyingiz ichida hojatxona yo'qmi? Ahmoq, sen qishloqqa kelganingni unutdingmi? Mana 23 metr yurasan, o'ngga burilsang hojatxona. Bor tez. Qishlog'imdan aylanay. Voy, tog'a, qo'ylar o'tiryapsizmi? Ha. Qo'ylarga tarelkada o't termaydi-ku, jinnipini bo'lganmisan? Sen borku o'tdan tushvara yemagansan. Men senga hozir o'tdan tushvara tayyorlab beraman. Maza qilib yeysan. Bekor yedingizmi deyman-da shuni tog'a. Nimaga? Hali hojatxonani aytdingiz-ku, o'sha borishga ulgurmagan.